Ay. Hammaga assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Betty Craft. Bolalar, bugungi videoda Vyjvaniya 2 videoni olamiz. Shu bilan videoni davom ettiramiz. Videomizni qadrlab like, obuna bosish esdan chiqmasin. Pastga o'tib like, obuna, agar fikringlar bo'lsa kommentariyga o'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Bo'lmasam bugungi videoni boshladik. Qani u safargina davom ettiramiz. Bo'lmasam bir daraxt chopaylik. Bolalar, cho'ta video yaxshi chiqmayapti, nima yoqmayapti bilmayman. Hech kim like, obuna bosmayapti-da. Shunday pastga o'tib like, obuna bosib qo'yinglar. Bu yanada yaxshiroq video chiqarishga sabab bo'ladi. Mana shu yerni nima qilish kerak? Bo'lmasam bir g'orga kirib ko'ramizmi demoqchi edim. Lekin juda ham chuqur ekanda. Lava, suv bor ekan. Hozirga o'lib ketsam agar hammasi dabdala bo'ladi. Mana bularni olsam zarar qilmasdi. Endi nima yo'q-ku? Ozda yo'qtinglarda. Kirka olamiz, kirka. Mana bu yerlarda ham bor ekan. Zombilar kirmasin yana. Qani bizda sandiq qani? Bu daraxt hozircha kerak. Bo'ldi. Mana biz kirkani ham yasab oldik. Endi mana bularni olish kerak. Cho'ta qotyaptimi, bilmadim. Videoga olsamiz qotadigan bo'lib qolganda. Yana boraverdi. Bor ekan. Qani? Tagida nima blok bormi? Yana tushib ketmay. Tushib ketsam dabdalada hammasi barbod bo'ladi video. Bunasini oldim, endi bunasi. Iyo tushib ketsa. Voy, tushib ketdim. Endi qanday chiqaman? Voy, endi nima qilaman? Endi u yerdan asta-sekinlik bilan chiqaman-da. Hozircha mana buni oldik. Bu bor ekan. Endi biz ko'mir topdik, bu topdik. Endi biz chiroq topish kerak o'yinni yoritish uchun. Hozir biz nima yasaymiz? Biz bunga nima kerak? Ikkita yog'och, ikkita nimada? Mana bundan olsak bo'ladi-ku. Va endi ana tunda ham uyimiz yorug' bo'ladi. Shinamgina
Bir yerga qo'ysam nima bo'ladi? O, ana chotki bo'ldi. Yonib ketmaydi bu. Yonib ketmasa bo'ldi. Buni shunda ochib qo'yaymi? Yani nafasim bo'g'ilib o'lmay. Chiqib ketyapti. Ustiga chiqsam o'lamanmi? Chiqib bo'lmas ekan. Bu nima desam bo'ladi u. Ish qilibdi filtr. Va endi bekor narsalarni qo'yaylik. Ortiqcha. Bu hozircha kerak emas. Ovqat qornim to'q. Hozir nima qo'yaman? Bu kerak. Hozircha bunisi bu yerda tursin. Endi biz keyin nima yasaymiz? Ferma. Nima deysizlar bolalar? Ferma yasaymiz, rivojlantiramiz, ikkinchi qilamiz. Yani podval nima yasaymiz? Tagida bor. Ana. Uyimiz tagida ham nima bor ekan? Buni ham sindirish kerak. Endi bu yerga mana bunaqa qo'yib chiqsak, hammasi zo'r. Chotki bo'ladi. Endi biz bir ikkita nima ovqat yig'ish kerak. Ana tuyani yeb bo'ladimi yo'qmi? Qo'y yo'qmi bu yerda? Qo'y topish kerak. Qilich qanaman. Qilich bilan. Voy jonim ketdi. Tushsam o'laman. Shart emas, hozircha o'lish men uchun kerak emas. Hozircha men voy, hali ham tushib ketmadi. Qilich bilan yer kovladim. Ana qo'y. Qanday? Yaxshimi? Og'riq bormi? O, ana. Qo'y. Bu yer ham chuqurmi? Hamma yer chuqurga to'la ekan o'zi ham. Qo'yib ketdik. Qani endi. Ana bu yerda hol bor ekan. O'sha yerga ham boramiz, har xil nimalar qilamiz. Buni ham kovlab olay. Bolalar shuncha mehnat qilib video yasayapman. Sizlar ham mehnatimni qadrlab like, podpiska bosib qo'yinglar. Yanada bundan ham qiziqroq video yasayman. Voy, bu yer koni ekan-ku. Kirkani kuchi yetmasa kerak, yana kirka yasayman-da. Tun bo'layapti, zombilar ham keladi. Hali men o'zimga to'shak yasaganim yo'q. Hali ancha problemalar bor. Главныйsi uyim yorug'.
shu ikkalasini olaman, bo'ldi ketaman. Как раз tugadimi? Qolmadimi? Bo'ldi. Ketamiz endi. Asta suvdik bu yerdan. Voy, buni qaranglar. Zo'ra mana. Kecha uyim nima edi? Qorong'i edi, bugun yorug'. Mana bu yerda nima bor ekan? Buni bari olib bermaydi-ya. Yo'q, olib bermaydi. Endi mana bu narsalarni hammasini olay. Biron narsa yasab bo'lsa birdan ko'rib bo'ladi-da. Ana shunday. Endi bunisi. Qani nima yasab bo'lar ekan? Bu ana. Bundan bitta. Menda bitta-ku, qanaqasiga? Bundan nima yasab bo'lar? Ana bunaqa blok yasab bo'lar ekan. Nima shuncha narsa? To'shak uchun nechta kerak? Yana bitta mana bunaqa kerak ekan. Bitta mana bunaqa bolta olsam. Bitta bolta oldim. Chunki ko'p daraxtlarni o'raman-ku. Shunga kerak. Bo'ldi, bugun ham tun berdi. Endi ertaga qoldiraman. Bu bolta bilan emas, kirka bilan olamiz. Qani olaylik, nima bilan? Bu nima beradi o'zi? Hech narsa bermadi. Tunam bo'ldi. Bir fas yotib dam olay. Ana kun ham yorishdi. Qani endi bugun qiladigan ishimiz ko'p. Mana bularni o'rish kerak. Bitta mana bularni o'raylik-da. Bunaqa bizga ko'p kerak. Bo'ladi. Ancha muncha kerak bo'ladi, ancha muncha. Juda bug bo'lyapti, nimadir bo'lyapti. Kirgan zo'rini yasaymiz. Mana bu yerga bo'yi tushib ketdim-ku. Bir qator shuni olay, keyin biron narsa yasab, ishqilib daraxtlarni o'rib, ferma yasab, bu narsa qilib. Ana tugadi ham. Qani endi nima yasaymiz? Ana shuncha narsa yasab bo'lar ekan. Hozir biz birinchi nima yasaymiz? Biz bitta lopatka yasaymiz. Lopatka hozircha kerak emas. Lopatka bilan yerni nima qiladi? Mana bu bilan nima qilib beradi-ya? Yerni nima qiladi? Bu narsa ikki bo'ladigan qilib. Bu narsaga bu kerak. Hozircha bitta mana shuni olamiz, bitta mana bundan. Keyin bitta kirka. Ikkita kirka olay, hop zapasni o'tiradi. Bo'ldi. Yana nima bor mana? Qilich kerak, qilich. Bitta qilich olamiz. Keyin shu bilan hozircha hech narsa kerak emas. Hozir keyin bitta divon yasash uchun narsa kerak bizga. Bitta keraksiz narsalarni qo'yadi. Bu kerak bo'ladi, bu kerak emas.
emas. Hozircha qilich kerakmi? Yo'q, kerak emas. Bu ham buni birlashtiramiz, bu yerga qo'yamiz. Bu tashlab yubordim. Bu kerak. Kerakga bunisi kerak. Bu kerak emas, bu kerak emas. Hozircha tursin-da. Hozircha kerak emas, biror narsa yasamaymiz. Birinchi to'shak yasay o'zimga. Mana shu to'shak uchun kerak, yana bitta to'shak uchun kerak. Bu bo'ldi. Qornim to'ygan bo'ldi. Yedik. O'zi oyog'i bilan kelgan. Nega bo'lmayapti? Cho'ta bug yomon bo'lyapti-da. Yoqmayapti. Qo'zichoq uzun lekin. Hech narsa bermadi. Mana doyvat qildi. Bu nima bu? Yangi jo'jami? Bu cho'chqami bu? Yemayman lekin. Bilmadim yana. Bu nima edi bu? Bu nima bu? O'lsa nima beradi? Nima berdi? Faqat yulduz berdi. Yomon emas. Ana, endi to'shak yasaymiz. Ana bo'ldi. Endi to'shak yasash uchun ketdik. Tezroq boraylik endi. Bu nima qilmaydimi? Biror narsa bo'ldi. Endi biz shunday qilib to'shak yasaymiz demoqchi edim. Nima yetmayapti? Nima kerak edi? Yana bumidi, nima edi? Hammasini olay. Asnonlar mana shularda menimcha. Qani ko'rayapman. Mana. Ana endi to'shagim bor. Mana shuni oldiga qo'ysam, yana zasarini bilib o'lib qolmay. Mana shu yer yaxshi. Ana. Zo'r chiqdi. Endi mana shu yerga bitta nima qo'yay? Sunduq bittagina qo'yay. Yetadi. Biror narsa, masalan, qurol yarog' shunaqa narsalar qo'yaman. Shunday qilib endi nima qilaman? Endi ferma yasayman. Endi qani bizga nima kerak? Mana buni o'zimni qilamiz. Bu kerak emas. Bu kerak emas. Kerak bo'lishi mumkin. Yo'q, kerak emas bu ham. Bu qornim och qolsa balkim yeyman. Kerak emas. Bu kerak emas deb o'ylayman. Xo'p, bo'lmasam ketdik. Endi biz mana shu yerdan boshlasak, nima deysizlar? Uyimni yonidan qilsam desam, mana bu yer nima? Qayerdan qilsam bo'ladi? Mana bu yer yaxshiga o'xshaydi-ku. Shunday qilib yasaymiz. Qayerga qo'yaman? Bo'ldi, bu yer kerak. Buni nega qo'ydim men o'ylayman? Shuncha yetadimi? Yo'q, mana shuncha bo'lsa yetadi. Shunaqa. Endi mana bu yerga eshikni qo'yamiz. Shuni adash yomonda. Mayli, hech narsa emas.
bunday qo'yamiz. Endi bunday qo'yamiz, bo'ldi. Bu yerga eshik qo'yamiz. Eshik olgandimi menimcha? Eshik bor edi. Shuni qo'yamiz. Buni yana qo'yib. Qani eshikni bunday qo'yib. Qani bunday. Bo'ldi. Menda shunday qo'yib ketay. Hozir bu yerlarni nima qilamiz? Bu yerga ham bitta nima qo'yish kerak. Alo. Nima? Bola like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Menimcha yetmaydi ya. Mana shu namasini olay. Endi bunisini yana daraxt qo'yamiz. Mana bunday qo'yamiz. Bunday. Menimcha tomiga yetmaydi, tomga. Mana shu hozir o'rab chiqamiz, lekin tomga yetmasi kerak. Keyin daraxt uramiz-da yana. Bu yerga. Bo'ldi. Mana buni uray qani. Ana qani yetsa kerak. Shuni ham kirka bilan o'rayman, buni qarang. Mana dedim-ku tomga yetmadi. Endi borib uxlaymiz. Bir eshik ochib ketdi. Bo'ldi, shu bilan. Bo'ldi. Bolalar, bugungi videom tugadi. Like, obuna bosib qo'yinglar. Bu videoni 3-qismi ham chiqadi, kutib turinglar. Mana shu videoda tagida 10 ta, 50 ta qilib qo'yinglar like'ni. Yanada qiziqroq like'lar, nimalar videolar yasab, shunaqa videolar chiqarib sizlarni xursand qilaman. Sizlar bilan Bedic Craft bo'ldi. Hamma sog' salomat, ishlariga omad tilayman. Hammaga xayr. Endi men ham yotib uxlay. Qani ketdim. Yaxshi dam olinglar.